Turli Master Pro kanaliga xush kelibsiz. Mana bugun Samsung A1S va A1 ikkita modeli pastki platasi Gnezda zararchi joyining nilalarini o'rganib chiqamiz. 5 ta Gnezda ning oyog'i bor. Shu nillar qayerga borgan, qayerdan qayergacha borgan liniyani ko'rib o'rganib chiqamiz. Pastki platasini zaryadga olmay qolsa qanday sozlash kerak? Shu liniyasi qayerga borgan, shularni ko'rib chiqamiz. Hozir manaki Samsung A1S telefoni A107 SU1 degani pastki plata deydigan ingliz tilida shunday deyiladi ekan. Xolos, hozir mana pastki platasi, mana orqa tomoni, mana oldi tomoni, mana naushnik tarafi. Bunday qo'ysak ham, bu naushnikning bitta oyog'i qayerga borgan, qanday ulangan. Biz ko'rishimiz mumkin. Xullas, hozir sizlarga mana ustiga zaryadchi joyini ko'rib chiqamiz. Naushnik joylarini keyin ko'rib chiqamiz. Bu yerda antennaniki ham bor, kanalning liniyasi ham bor, signali. Hozir mana bular Gnezda zaryadchi joyining oyoqlari. Undaysa shu hammasi bitta oyoq. Asosiy mana 4 ta oyoq. Masalan, bu oyog'i minus, massa. Mana chekkadagi plus. Buni birinchi oyoqdan ko'ramiz. Bu pastga inamiz. Mana shu kantaki liniyaga kelib, balandki liniya ulangan. Mana ekran shlifi ulanadiki, balandki plata bilan pastki plata ulanadigan liniyaga kelar ekan bitta oyog'i. Endi ikkinchi oyog'ini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi oyog'i mana yerdan nimaga kelyapti? Resistordan bitta liniyasiga kelib ulanyapti, keyin diodning kirish tomoniga kiryapti tok. Navbadagi resistor kuysa yo diod kuyib qolsa, korotga bo'lib, yo telefonga unduv belgisi tushib qoladi, yo nimadir oshiq bo'lib telefon zaryad olmay qoladi-da. Shuning uchun buni men ko'p ko'rdim rasmlarda, video qilib ko'ray dedim. Yo'q, bunda tushuntirish juda qiyin rasm bilan. Buning mana 3-chi oyog'i kelyapti. Mana joyga ko'rganmiz. Resistor yana 2-chi oyog'i resistor 5 ga keladi. Hozir resistor 4-chi oyog'iga kelyapti-da, keyin diod qo'yyapti. Shuni tamom. Navbatdagi diod ham kuysa, navbatdagi bir korotga bo'lib qolsa, shu ishlamay qoladi. Shuning uchun bu telefon sohasini platasini
So'zlashni, remont qilishni o'rganish uchun diod ishlashini, qanday ishlaydi, kuysa qanday kuyadi, rezistor qanday kuyadi, ishlash prinsipi qanday, ana shularni o'rganish kerak. Xohlasangiz ular haqida ham video qilamiz. Endi faqat Telemetr Pro kanali faqat telefonni platalarini o'rganamiz siz bilan birgalikda. Endi oxirinchi pils oyog'i. Pils oyog'i mana ko'ramiz. Bu yerda kondensator joylashgan. Kondensator nima vazifa bajaradi? Kondensator tokni filtrlab beradi. Masalan, tok o'ynab qolsa, masalan, 2 volt, 3 volt, 4 volt ya 5 voltdan o'ynayversa, tok o'ynab qolsa, zaryadga bir bermasa, kondensator kuygan bo'ladi. Ya bir oshqo bo'lsa, shundan kondensator kuygan bo'ladi. Bu tokni o'ynashini bir tekis qilib beradi, xullas. Kondensatorning vazifasi shu. Keyin bu nega kelar ekan? Plyus. Kesirganda ham plyus bunga kelib, minus bunga keladi. Plyus bilan minusda ikki tomon plyus bilan minus. Endi video foydali bo'lgan bo'lsa, kimgadir foydasi teggan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Hali video ko'p, telefon modellari ko'p. Har bir telefonda sizlar bilan birgalikda o'rganib chiqamiz. Har bir detalgacha telefonni qanday sozlash kerak, liniyasi qayerga ketgan, nima qilish kerak, birgalikda o'rganamiz. Faqat sizlardan поддержка, obuna, mendan bilim, sizlardan like, kommentariy, qanday savollaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Javob beraman. Sizlar bilan Telemetr Pro kanali bo'ldi.